Aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun men sizga shunday bir narsa aytaman. Uni eshitganda ichingizga tushadi, nafasingiz tikiladi va o'zingizdan so'raysiz, nima uchun hech kim menga buni aytmadi? Var oyning oxirida pochtangizga yoki eshigingiz tagiga to'lovnoma tashlab ketishadi. Gaz uchun, elektr uchun, suv uchun, uy-joy uchun siz uni olasiz, o'qiysiz va dilingiz sikiladi. Chunki u raqamlar ko'p, chunki pensiyangizning yarmi, ba'zi og'ir oylarda 3dan 2 qismi ana shu kommunal hisob kitoblarga ketib qoladi. Dori uchun pul qolmaydi, go'sht uchun pul qolmaydi. Nabiralaringizga bir narsa olib berish uchun nam o'ylaysiz, hisoblaysiz, keyin o'zingizga aytasiz, keyingi o'yga qoladigan bo'ldi va oyning ikkinchi yarmida nima yeyishni bilmaysiz. Ana shu azob var oylik, ana shu og'irlik var yillik va siz o'ylaysiz, bu men uchun shunday, boshqacha bo'lmaydi. Ammo men sizga aytaman, boshqacha bo'ladi. Chunki davlat bu to'lovning bir qismini sizga kompensatsiya sifatida qaytarishi kerak. Bu va'da emas. Bu men o'ylab topgan narsa emas. Bu qonunda yozilgan, rasmiy tasdiqlangan ijtimoiy muhofaza vazirligi ma'lumotlarida mavjud. Gov.uz rasmiy portalida aks etgan. Va shunday bo'lsa-da, millionlab pensionerlar, shu jumladan balki siz ham bu pulni oylar, yillar davomida olmayapti. Nima uchun? Chunki hech kim aytmagan, mavalla aytmagan, ijtimoiy muhofaza bo'limi aytmagan, televizor boshqa narsalar haqida gapiravergan. Ammo bugun aytaman men. Va siz uchun barcha qadamlarni birinchisidan oxirigacha ochib beraman, oxirigacha qo'ling. Oxirgi qadamda ariza matnini ham aytib beraman. Yozib oling va mafallaga olib boring. Esda, bir varaq qog'oz yozish oylik pul olaman degani. Onaxon sizni tasavvur qilaman. Yolg'iz yashaysiz. Bolalaringiz boshqa shaharda yoki chet elda. Var ertalab turasiz, choynik qo'yasiz, choy ichasiz va o'ylaysiz, bugun nima olaman, nima pishiraman, pul yetadimi? Kechqurun telefon kelishadi. Onajon, yaxshimisiz? Yaxshiman, tashvishlanma deysiz. Ammo ichingizda sikilish, ichingizda noqulaylik. Ichingizda bu oyni qanday o'tkazaman degan xavotir. Qishning sovuq kunlarida gazni ko'proq yoqishga majbursiz. Chunki bel og'rig'ingiz bor, artrit bor, bo'g'im og'rig'i bor, sovuqda kasal bo'la olmaysiz axir. Yozning issiq kunlarida esa elektr uchun hisob kitob shu qadar katta chiqadiki, pensiya oyligida hammasini to'lashga qiynalasiz, kechiktirasiz va kechiktirganingiz uchun ustiga yana jarima tushadi va jarima uchun yana pul va har oy to'lovnoma qo'lingizga tushganda yuragingiz zirqiraydi. Bu og'irlik sizga tanish, lekin bu og'irlik adolatsiz. Siz bu og'irlikka loyiq emassiz. Nima uchun bu adolatsizlik davom etayotganini bilasizmi? Chunki tizim o'zi siznikiga kelmaydi. Tizim kutmoqda. Siz borasiz, ariza yozasiz, hujjatlarni topshirasiz va shundan keyin pul olasiz. Tizim o'zi kelib, mana sening huquqiy puling demaydi. Axir siz 30 yil, 40 yil, ba'zilaringiz 50 yil ishlagansiz. Maktabda bolalar o'qitgansiz, yoz ta'tilida ham seminarlar, metodik kunlar, hech narsa to'lanmasdi. Zavodda tun bo'yi navbatchilik qilgansiz, chunki reja bor, norma bajarish kerak. Dalada, paxta terimida, issiqda, chang, to'zonda oyoqlar og'risa ham to'xtab bo'lmasdi. Shifoxonada tunlari yotgan bemorlarni boqdingiz, ertalab uyga bordingiz va yana ish. Bu sizning hayotingiz, bu sizning stajingiz, bu sizning mehnatingiz va hozir davlat siz uchun ajratgan pul, kommunal to'lovlarni yengillashtirish uchun byudjetda mavjud pul sizning hisobingizga tushmayapti. Nima uchun? Chunki ariza yozmagansiz, ro'yxatga kirmagansiz va bunga sizni hech kim undamagan. Aziz otaxonlar va onaxonlar, izohlarda yozing, oylik kommunal to'lovingiz qancha so'm va pensiyangiz bundan ko'pmi yoki kammi? Yozing. Men o'qiyman va keyingi rolikda sizning savollaringizga alohida javob beraman va stajingizni ham yozing. Necha yil ishladingiz va qaysi kasbda? Men kutaman. Chunki sizning hikoyangiz ko'plarnikiga o'xshaydi va ko'pchorak hikoyangiz unizdan ko'chiladi. Va ayni shu yerda agar siz birinchi marta bizning kanalga kirgan bo'lsangiz, men sizdan bir iltimos qilaman. Hozir ekranning pastidagi obuna tugmasini bosing, bittagina turtish 11 sekund va bundan keyin har safar yangi video chiqsa, sizga xabar boradi. Nima uchun bu muhim? Chunki biz har hafta mana shunday ma'lumot beramiz. Pensionerlar uchun yashirin imtiyozlar, kompensatsiyalar, nafaqalar, ilgotalar. Bu ma'lumotlarni topish uchun odatda yurist yollashga pul ketadi. 4-qavatdagi yurist kabinetini topish, navbatda kutish, maslahat uchun 20 mingdan 50 minggacha to'lash va u ham ba'zan noto'g'ri aytishi mumkin. Biz bu ma'lumotlarni bepul beramiz.
huquqiy asosda, rasmiy hujjatlar asosida biz sizni aldamaymiz, biz firibgar emasmiz, biz hech narsa sotmaymiz. Biz faqat qonunda nima yozilganini soda tilda, tushunarli tilda tushuntiramiz. Chunki qonunni bilmaslik uzr deb qabul qilinmaydi, deydi huquqiy tamoyil. Ammo qonunni bilmaslik bu ayb emas, agar hech kim o'rgatmagan bo'lsa. Omilsizlik uchun pul yo'qotish, bu adolatsizlik. Biz shu adolatsizlikka qarshi turish uchun bu kanalni ochdik. Bugun kommunal kompensatsiya, keyin mehnat nafaqasini to'g'ri hisoblash, undan keyin nogironlik guvohnomasini rasmiylashtirish, undan keyin bolalarga uy-joy masalalari, undan keyin merosxo'rlik va mulk huquqlari, undan keyin tibbiy nafaqa va dorivor preparatlar uchun lьготалар, hammasi ketadi. Hammasi siz uchun. Shuning uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Bironta muhim ma'lumotni o'tkazib yubormang. Eslang, sovet davrida kommunal xizmatlar deyarli bepul edi. Gazni yoqasiz, deyarli pul to'lamaysiz. Elektr uchun oyiga 1-2 so'm, hozirgi hisobda 0 deyarli. Suv umuman hisoblanmasdi. Davlat hammasini subsidiya qilib turardi. Odamlar bu narsani hatto sezmasdi. Kommunal degan tushuncha bor, ammo hech kim o'tirib, men buning uchun nechta to'ladim deb hisoblab o'tirmasdi. Hayot boshqacha edi. Shu yerda ishlab, shu mavalada yashab, davlat yordam berardi. Mustaqillikdan keyin tizim o'zgardi. Narxlar bozor asosiga ko'chdi. Gazning narxi oshdi 10 barobar, 20 barobar, elektr narxi oshdi. Suv uchun alohida tarif paydo bo'ldi. Uy-joy va kommunal xizmatlar bozor narxiga o'tdi. Va ana shu o'zgarish hayotni o'zgartirdi. Ayniqsa pensionerlar uchun og'ir bo'ldi. Chunki pensiya oshmadi, ammo to'lovlar oshdi. Davlat bu muammoni ko'rdi. Ijtimoiy adolat talab qildi. Kam ta'minlangan oilalarga, pensionerlarga, yolg'iz keksalarga kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya beramiz. Bu qaror insonparvar qaror edi va u valiyam kuchda, valiyam amal qiladi. Ammo yillar o'tgan sayin tizim murakkablashaverdi. Mavalla ijtimoiy reyestri paydo bo'ldi. Yagona ijtimoiy reyestr paydo bo'ldi. Raqamli platformalar paydo bo'ldi. MyGov paydo bo'ldi. Hujjatlar ro'yxati kengaydi. Va ko'p pensionerlar, ayniqsa yoshi katta otaxon onaxonlarimiz bu tizimga kirish uchun qadam tashlashga botinolmadi. Nima uchun? Birinchidan uyaldi. Men tilanchi emasman, ariza yozib yurmayman dedi. Bu faxr, tushunarli. Ammo bu faxr pulingizni yo'qotyapti. Bu pul sizdan ariza so'raydi. Uyalmoq sababli bermasangiz u boshqa odamga ketadi. Ikkinchidan qo'rqdi. Hujjat to'p dedi. Kabinet yurasiz. Sizning hujjatingiz yetishmaydi deyishadi. Bu azob. Arxivda narsa yo'qoladi. Mur topolmaysiz, tiqilib qolasiz. Uchinchidan hech kim tushuntirmaydi. Mahalla raisiga boradi. U ham aniq javob bera olmaydi yoki vaqti yo'q. Shuning uchun odam uyiga qaytadi, qo'ying deb. Natijada davlat beradigan pul bor, byudjetda mos mablag' ajratilgan, ammo u pul yillar davomida osilib turibdi. Sizning hisobingizga tushmayapti. Bu millionlab pensionerning holati. Bugun biz shuni o'zgartiramiz birgalikda. Chunki huquqni bilgan odam himoyalangan odam va himoyalangan odam xotirjam odam. Rasmiy manbalar gov.uz rasmiy portali O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy muhofaza vazirligi ma'lumotlari tasdiqlaydi. Pensionerlar va kam tayinlangan oilalar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha oylik kompensatsiya mavjud. Bu pul pensiya bilan birga bir vaqtda Xalq banki orqali to'lanadi. Ya'ni alohida kabinetga borish shart emas. Keyingi pulni olish uchun ariza topshirdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz, tasdiqlandingiz va pensiya oyligida kompensatsiya ham tushadi. Endi kim xavf zonasida, ya'ni kim o'zir olmayapti va oy sayin pul yo'qotyapti? Birinchi guruh mahalla ijtimoiy reyestriga kirmagan pensionerlar. Ehtimol siz hozir men reyestrdaman deb o'ylaysiz. Ammo aslida kirmagansiz. Chunki reyestrga avtomatik kirishmaydi. Siz o'zingiz ariza yozishingiz, hujjatlarni topshirishingiz va tasdiqlanishingizni kutishingiz kerak. Ikkinchi guruh ariza yozgan, ammo to'liq hujjat topshirmagan kishilar. Masalan, pasport nusxasi bermagan yoki kommunal shartnoma bermagan. Bunday holda ariza ko'rib chiqilmay to'xtatib qo'yiladi va odam intizor bo'lib o'tiraveradi, pul esa tushmayveradi. Uchinchi guruh ijara uyda yashaydiganlar. Uy kommunal shartnomasi uy egasi nomida, shuning uchun ular ko'pincha kompensatsiyadan tushib qoladi. Ammo imkon bor, ijarachi va uy egasi birgalikda ariza yozishi mumkin, alohida mexanizm ishlaydi. Kim plyusda, ya'ni kim kompensatsiya olish huquqiga ega? Birinchi kam ta'minlangan deb rasman tan olingan pensionerlar,
ya'ni bir kishiga to'g'ri keladigan oylik daromad belgilangan yashash minimumidan past bo'lganlar. Ikkinchi, yolg'iz yashaydigan keksalar, ular uchun alohida imtiyoz mavjud. Yakka yashovchi degan status alohida hisoblanadi va kompensatsiya hajmi katta bo'ladi. Uchinchi, nogironlik guvohnomasi bor fuqarolar birinchi va ikkinchi guruh nogironlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi va ular uchun kompensatsiya hajmi sezilarli darajada katta. To'rtinchi, markazlashtirilgan issiqlik ta'minotidan mahrum bo'lgan, ya'ni mustaqil gaz yoki elektr hisobidan uyni isitadigan fuqarolar. Ular uchun alohida koeffitsient ishlaydi. Isitish xarajatlari alohida hisobga olinadi va savol tug'iladi, nechta pul bu tumandan tumanga, shahardan shaharga, oila tarkibiga farq qiladi. Ammo o'rtacha oyiga 50 mingdan 250 ming so'mgacha. Aniq summani tuman ijtimoiy muhofaza bo'limi hisoblaydi, sizning daromadingiz, uy maydoningiz va oila a'zolari soniga qarab. Endi o'zingiz hisoblang. 6 oy ichida olmagan pulingiz 300 ming, 1 yil ichida 600 ming, 2 yil 1 million 200 ming so'm. Bu doringiz, bu noningiz, bu nabirangizga bir kiyim. Bu pul sizning qo'lingizda bo'lishi kerak edi. Va keyingi oydan boshlab bo'ladi. Va endi buni qanday olish kerakligini qadam-qadam tushuntiraman. Diqqat bilan tinglab yozib oling. Endi yurist checklisti 5 aniq qadam yozib oling. Telefoningizga suratga oling yoki bolangizga jo'nating, u yordam bersin. Birinchi qadam, mavallaga boring. Mavalla raisidan yoki mavalla kotibidan so'rang, men ijtimoiy reyestrga kirganmanmi? Agar ha desa, qaysi sanada kiritilganingizni va hozirgi statusingizni so'rang. Agar yo'q, kirmagansiz desa, o'sha zavodga ariza yozing. Ariza shakli mahallada bepul beriladi. Mavalla raisi bunday narsa yo'q desa yoki sizni boshlab yuborsa, tik turing va tinch tovush bilan ayting. Men O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy muhofaza qonunchiligi asosida ijtimoiy reyestrga kiritish to'g'risida ariza beraman. Arizamni 2 nusxada qabul qiling, 1 nusxasida qabul qilindi murini bosing. Bu sizning huquqingiz. Hech kim rad eta olmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga zarur pasportingiz, asl nusxa va foto nusxa. Propiskani tasdiqlovchi hujjat, pasportdagi propiska kifoya. Pensiya to'lovini tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki Xalq bankidan olingan summani ko'rsatuvchi ma'lumotnoma. Kommunal xizmatlar shartnomasi, gaz, elektr, suv uchun agar shartnoma qo'lingizda bo'lmasa, gaz yoki elektr kompaniyasi idorasiga borib yangi nusxa oling, bu bepul. Uy yoki kvartira hujjati, mulk guvohnomasi yoki ijara shartnomasi. Va so'nggi 3 oylik to'lovnomalarning nusxalari, bular kompensatsiya summasini hisoblashda asos bo'ladi. Hujjatlar ro'yxati tayyor bo'lgandan keyin keyingi qadamga o'ting. 3-qadam, tuman ijtimoiy muhofaza bo'limiga boring. Bu bo'lim har bir tumanda mavjud. Kabinetga kirib, xodimga ayting, kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya uchun ariza topshirmoqchiman. Ariza shakli bepul beriladi. Shaklni to'ldiring 2 nusxada. Birinchi nusxani ular oladi. Ikkinchi nusxada qabul qilindi muri, sana va xodim imzosini oling. Bu ikkinchi nusxani yo'qotmang. Bu sizning himoya hujjatingiz. Agar keyin biz ariza olmaganmiz deyishsa, ana shu nusxani ko'rsatasiz. Bu hujjat sud dalili. Hujjatni uyda muhim joyga, pasportingiz yoniga qo'ying. 4-qadam, Xalq bankiga boring. Pensiya hisob varag'ingiz faol ekanligini tekshiring. Agar hisob varaq yopilgan, bloklangan yoki muammo bor bo'lsa, darzol bank xodimi yordamida tiklang. Chunki kompensatsiya aynan shu hisobga, pensiya hisobiga tushadi. Alohida karta yoki alohida hisob kerak emas. Aynan pensiya hisobingizga. Va agar mobil telefoningiz bo'lsa, Xalq bankining mobil ilovasini o'rnating. Unda var oy pul tushganini alohida xabarnoma orqali ko'rasiz. 5-qadam, kuting va nazorat qiling. Ariza topshirgandan keyin 1 oydan 2 oygacha javob olishingiz kerak. Agar 2 oy o'tib javob bo'lmasa, tuman ijtimoiy muhofaza bo'limiga qayting va yozma surishtirma bering. Matn shunday: men falon sanada ariza topshirdim. 2 oy o'tdi, javob olmadim. 5 kun ichida yozma javob berishingizni so'rayman. Javob berilmasa, vakolatli organga murojaat qilaman. Ana shu jumla vakolatli organga murojaat qilaman ularni jonlantiradi. Chunki yozma surishtirma hujjat va hujjatga javob bermaslik bu davlat xizmatchisi tomonidan qonun buzilishi. Bunday holda siz prokuraturaga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin va u yerda eshitishadi. Aziz vatandoshlar, Laroy 50 ming, 100 ming
200 ming so'm bu siz uchun katta pul. Bu oyning 15'ida ichingizni kemirayotgan xavotirning so'nishi. Bu kechqurun sovib yotmaslik, bu dori, bu nabiralaringizga choy qand, bir marta chiroyli o'tirish, bu bolalaringizga yordam kerak deb zang qilmaslik. Va bu pul sizning huquqingiz. Davlat u pulni allaqachon bergan, u pul byudjetda bor. U pul faqat sizning arizangizni kutyapti. Bir varaq qog'oz, bir soatlik vaqt va u pul laroy tushadi va tushaveradi yillar bo'yi ariza yozgan odamga. Siz shu odam bo'ling bugun, ertaga emas, bugun mahallaga boring. Yoki bolangizga ayting, bol mahallaga bir borsak, ariza yozsak, izoflarda yozing. Mahallangiz yoki tumaningiz sizga bu imtiyoz haqida ilgari aytganmi? Yoki bugun 1-marta bizdan eshityapsizmi? Bu menga juda muhim, chunki bu javoblar menga keyingi videomning mavzusini belgilashda yordam beradi va yana bu videoni yolg'iz yashaydigan onaxon yoki otaxonga jo'nating. Hozir ularning raqamini oching va shu videoni yuboring yoki o'zingiz borib birgalikda mahallaga ariza yozishga yordam bering. Bu eng yaxshi yaqinlik, bu odamga baliq tutishni o'rgatish. Bu hayotini biroz osonlashtirish, bu haqiqiy yordam. Keksalarimiz yolg'iz emas va biz shuni isbotlaymiz. Ularning orqasida biz bor, ular uchun huquq bor va bu huquqni birgalikda himoya qilamiz. Men Rustam Nuriddinov sizning huquqiy yo'lingizni ochiq saqlash uchun bu yerda bo'laman. Ko'rishguncha aziz vatandoshlar.